O'zbekistonda jismoniy shaxslarning banklardagi omonatlari foizlarini 5% stavka bo'yicha soliqqa tortish taklif qilindi. Bu haqda 30-iyul kuni Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi soliq va bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirish hamda fiskal tahlil instituti tomonidan o'tkazilgan fiskal muloqotda ma'lum qilindi. Taklif mualliflari depozitlar foizlari va dividendlardan soliqqa tortishni tenglashtirib, ular uchun yagona 5% stavkani belgilashni maqsadga muvofiq deb hisoblaydilar. Buning uchun Soliq kodeksining 381-moddasiga o'zgartirishlar kiritish taklif etilmoqda. Tashabbusni asoslashda xorijiy tajriba keltirilgan. Institut hisob-kitoblariga ko'ra, soliqning joriy etilishi davlat budjetiga qo'shimcha ravishda qariyb 1,4 trillion so'm, 116 million dollar tushum kelishini ta'minlashi mumkin. O'zbekistondagi banklar sudxo'rlik daromadlaridan soliq to'laydi. Endi pullarni bankda saqlab, sudxo'rlik, bank foizlaridan foyda olayotganlar navbati kelmoqda. Bugungi kunda soliqlar kapitalizmdagi asosiy ichki daromad manbai hisoblanadi. Davlatni saqlab qolish siyosati aholidan undiriladigan qattiq soliqlar daromadiga olib boriladi. Shuning uchun ham davlat o'z aholisiga doimiy ravishda soliqlarni majburlab tiqishtiradi. Ularni yig'ish uchun har qanday mavsumda yangi sabablar va vajlarni topib, soliqlarni oshirib boradi. Ammo islomiy tuzumda xazinani, ya'ni baytul molni to'ldirish uchun islomning iqtisodiy tizimida ochiq, oydin va aniq tarzda belgilab qo'yilgan qator boshqa manbalar mavjud. Har qanday ichki daromad turini batafsil tushuntiruvchi shariat qonunlarida doimiy ravishda o'rnatiladigan hech qanday soliq turining tarifi yo'q. Islom iqtisodiy tuzumi soliqlarni vaqtinchalik hodisa sifatida nazarda tutadi. Ular faqat istisno holatlarda va faqat boy qatlamlarga nisbatangina joriy etilishi mumkin. Sharoitlar iziga tushgach soliqlar o'z-o'zidan bekor qilinadi. Islom qonunlarini Allohga, uning rasuliga va mu'minlarga xiyonat qilgan qo'rqinchoq rejimlar tatbiq etmaydi. Islom qonunlarini faqatgina payg'ambarlik minhoji asosidagi 2-Roshid xalifatigina tatbiq etadi. Islomning sudxo'rlikka nisbatan munosabati esa keskindir. U qat'iyan harom qilingan. Alloh taolo shunday marhamat qiladi. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Alloh savdoni halol, sudxo'rlikni esa harom qildi.